Avvalambor sizlarga rahmat. Mahsulotinglarni yoritib berishda ancha katta mehnat qilibsizlar. Menda taassurot juda ko'p. Avvalambor taassurot nimadaki, bizning milliy mahsulot ham rivojlanishi, bizlarda chet el bilan raqobat bo'ladigan mahsulot borligidan juda xursand bo'ldim. Endi men arxitektorman, ko'proq fasad masalasida bu narsaga to'qnash kelaman. Chunki boya Shuhrat aka ustoz ham aytdilar, fasad eng qiyin masala-da. Biz-ku rangini beramiz, ko'rinishini beramiz, lekin bizga beriladigan savol eng asosiysi fasad nimadan bo'ladi degan narsa bo'ladi. Endi mana ayta olamiz, birinchidan fasadingiz tekis mahsulotdan bo'ladi. Birinchidan chiroyli ko'rinadi, ikkinchidan o'sha hali aytgandagi yong'in xavfsizligi normalariga javob berishi, bu narsani shamoldan, mana bu bizning tabiatni qor, yomg'irdan ancha o'zini usha berishi katta narsa. Tendensiya deydi. O'shanga asosan Xudo xolasa sizlarning mahsulotni fasadda ishlatishga harakat qilamiz. Ko'plarga ham shu narsani tavsiya qilaman.